Ama aslında divanı ögülük degenin ismini özgertip bakın. Yani onun birinci kısmı ögülükünü bilişine özlükünü biliş dep özgertip bakın. Bak onda kımmanlar özlü bilişten anlayış bu muhancı dep nahayet tasdik. Ama ula ahval bilmegenlik için hapıl durdu. Lekin o ögülük degen söz bu işte bütün tarihte kelip narsani astoydil okumaganlik uchun, astoydil tushunmaganlik uchun klassiklerimizden zaten biz nima olamiz demsa, onu bilmay birisi matematiklik ro'yi, birisi kimyada manda olib ketgan, birisi adabiyot manda olib ketgan, birisi manda olib ketgan deganda tushundim. Lekin asli biz bundan oladigan urug' nima? Bizga urug'lik dars nima? Menlik oxirimi qoldirgan urug'lik qaysi deganda o'ylamay avarlar. Ahırkı bir sualın bir nayet ixcham sorsanız. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, Islomjon aka. Bugun bu suhbatga ishtirok qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Siz boshliq Uyg'ur jamiyatidagi barliq ziyolilarimizning, bizga yo'lboshchilarimizning umrining uzun bo'lishini, xizmatlarining utuqliq, oilasining xotirjam bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan tilayman. Rahmat. Bugun mening bundaq so'rovga tunji qitim kelishim. Avval mush so'rovni uyushtirgan Bilik kutubxonasiga tashakkur aytaman. Ikkinchidan bu kirgan mehmonlarning orasida yoshlar ko'proq ekan. Biz bu yoshlar tifdan bo'lg'achqa sizdan bir savol so'rsam, hozir shu davrda, shu Uyg'ur jamiyatida siz qanday qilgan chaqda, qaysi kasblarda yoshlarning texnik ilgirlab mavjudligi uchun qanday nimalarni zarur o'rganish kerakligini bizga bir ko'rsatib o'tgan bo'lsangiz rahmat. Bütün bir cemiyet emniyette şu yaşlı hizmetleri kılış gerek. Endi bizdeki nurgulluğun ittifak komiteti, uyu diye nurgulluğun teşkilatı var. Ular siyasi hizmet işleydi, tertipleydi, ulan zor. Endi yaşlının ki mühimliğini hemmeyle bilimiz. Endi hazırki yaşlıkta qanday o'tkazmaymiz deganda cho'qim o'ttir yoshga qiyinlik qilib qanday bormaymiz degan gap mazmunni o'z ichiga oladi endi. Meningki qarashimcha bir odam shunday to'g'ri bir maydon turg'un mavqe turg'izib olish kerak. O'ziningki bir ortiqchiligi nada bordi, shuni qanday bayqash kerak. Bu o'zining yuragida qaynab turadigan bir xil xiyol. Bu bir endi muhitdan qo'rqib ketmaslik kerak. Menimcha muhit hozir nurg'un yoshlarning irodasini sundirib tashlab o'tib qolgan ahvol bor. Menda qo'sh tillik ma'arif degandan keyin ba'zilar shunda tushkunlashib qo'yib. Men dedim, burun shu Farabi hamda shunda g'aybatlik yosh tutqun qilingan bola. Dadasi Toyirxon bizning shu chog'dagi doimiz, bizning davlatimizning xoni. Uni şu vaqtda asosan Arab xalifasi bilan Xorason xonlari bizga bo'ysunmadik deb o'ldik. Uningki onasi bilan tutib ketgan. Tutib ketgan vaqtida u yo til bilmaydi, yo u yerning turmush odatini bilmaydi. U bir baqindi bola. Keyin Damashqning xoniga birilgan vaqtida o Damashq xoni uni dastlabda o'zi o bolani anchilik qilib ketdi. Lekin u boladagi bir aql, jo'shqin aql. Bu aql nima desa, onasi shu yerda g'ariblikni davomli bolasida o'tkazdi. Bolasining yuragiga davomli shu qandallikninki o'zining turk xalqining bu yerda bo'layotgan ahvol. Bu qandaq bo'liq bor odamning avlodi ekanligini cho'nqur tushundirdi. Endi u ana aqlliq bo'lganlik uchun uning tamkinligini tushuntirib, eng oxirida u bo'sib shu doirani ham arab tilini, grek tilini, yana bir o'rganib, undan necha madaniyat mavzuimizni bo'sib chiqib ketdi. Şunlaşqa mən hazır chet elga berib o'qib kelinglar degan gap demayman. Endi mushunda hanzo til o'rganish majburiyat bo'lgan bo'lsa hech gap emas. Bo'pti. Men tavakkul qildim. Bu bir falak, bir taqdir ekan. Buni mening millatimdagi odamlar paydo qildi. Shunday bo'lgan ekan, men uning iyigiga urbaman. Lekin men o'zimning tilini bilish asosida qayta turib uni o'rganib o'tib, yana men bu o'zimni tushkun holatda emas, bir xil jo'shqin holatda qilaman. Endi bundan keyin xizmatga o'rinlash ishlarida menimcha meningki qarashim har qanday bir xizmat bo'lsa, menimcha hukumat o'rinlarida, boshqalarda menimcha qo'liq kelgan chog'da cho'qim talishib kelish kerak. Cho'qim bu bizning zaminimiz. Bu yerda bizning xizmat qilishimiz sharafli. Har qancha qanday bo'lsa uni chitab
qismat o'rinlarini talashish bizda cho'qim bir urg'u bo'lishi kerak. Menimcha bulardan oldirab pashta qaqish bo'lmaydi mening qarashimda. Ikkinchi o'rinda desa, asosan hunar texnika bundan mutlaq ko'p sonni egallab ketdi, mutlaq üstünlük egallab ketdi. Hunar texnika o'rganmayki, men shu Amerikaga borgan vaqtimda bizniki Uyg'urlardagi ko'p bolalar borgan, umuman ijtimoiy o'qigan bolalardagi ajoyib sarxil bolalar tashlanib qolgan. Bularninki turmushi mishadikidan sal farqli bo'lgan. Ammo o'tkir texnikalar bilan qurollangan bolalar bor. Hamma narsa, lekin u yerda savdoga tijorat yo'q. Men o'yladimki, butun millatni shu baqib turishda Amerikaninki, masalan, Amerika qit'asida deylik, Yevropa qit'alarining asosan olimlarni paydo qilayotganlar, u oliy maktab bir xil u vaqt o'qitish. Qolgan vaqt asosan korxonalar ularni tadqiqot jarayonida tarbiyalab ketayotgan. Barliq korxonalar olimlar muhtoj. Shunga ashundaq bir o'zi korxonalarga yo'llanib ishlab turibmi? O'rganishni, o'zini pishirish menimcha hech qanday bir o'zi ig'ranmaslik kerak. Yoshlar buni o'zi tatmaslik kerak deb qarayman. Endi yoshlarda bir narsa shu mayli biz xotinlik bo'laylik bo'lmayli, mayli boshqa shu yoshlar bir xil joyillik qilmaslik. Kishilarga muomala qilganda illiq, munoyim, adabli bo'lish menimcha bu nihoyat muhim gap. Hozir endi bizniki Uyg'urninki umuman turmush odatlari o'zgarib ketdi. Bular bu to'y-to'ykunlardan chuvalchaq. Umuman qilganda Uyg'ur muhitida barliq nazariyalar vayron bo'lib, yangidan qurmish bo'lmaydigan. Odamlarninki yo'lda ketib salom qildigan ishlarga tugidi-ku. Endi ashundaq bir xil chuvalchaq ahvollarda yoshlar ularni do'rmay menimcha imkon bor, eng pok. Men endi o'tganda bizniki shu nurg'un yosh bolalarga deb sen o'zingning vujudidagi eng mo'tabar odamlarni do'rayman dema. Sen shu vujudingdagi eng pok, samimiy odatlarni saqlab qolib, sen shuninki ideyasilar boshqa har qanday shaharga berib o'zgartaman dema. Birdan millatingni o'zgartaman, birdan diningni o'zgartaman, birdan bu yerga turmay u yerga ketaman degan gapni qilma. Chunki bu bir xil yengilish, bu bir xil chidamaslik. Sana har qanday muhit o'zgargan ekan, menimcha mushum birinchisi mevslanmaslik, ikkinchisi korxonalarga yopishish, anakin o'qish kelgan vaqtda mayli chet el bo'lamdi, mayli yahudiy bo'lamdi, mayli xanzu bo'lamdi, mayli o'rus bo'lamdi, menimcha uni ko'kga kirib fan egallash menimcha bir ibodat deb qarayman men. Shunga buning kelgan vaqtda hargiz chiqilish bo'lmaydi. Endi yahudiy xalqi uzoq muddat qismatlar bo'lgandan keyin ularni umuman qilganda Yevropa barliq dasholar kirgizmagan. Ularni hatto oliy maktablar qabul qilmayli qolmasa, o'rta maktablarga kirgizmagan. Shunlashqa ular yangi ma'arifga bo'pti deb yahudlarga dashoni ochgandan keyin ular mayli har qanday dasho bo'lishni etilib kirib, har bir yahudi birdan doktor tarbiyalamagan bo'lsa, u bir yaxshi oila emas deydigan qarashga kelgan. Endi boylarimiz har qanday o'zi shu vaqt dastlabda 30% topgan foyda, hozir 15% foyda chiqirdi. Mashina taqdim qilgan. Lekin yahudiy xalqi da qisaskar haq bo'lganlik uchun bu o'zining dushmanlarini mangu abo qilolmaydi. Par. Hech yomon. Tahkenda bu. Shunlar buning da olimlar asosan mutlaq ko'p son egallaydi. Buning madaniyat seviyasiga gap sig'maydi. Buni olim mantaqasida xalqimiz bo'ladi. Biz jo'dasa diyonat mantaqasida. Biz o'zi shunchalik qorinib kelsak bu, lekin biz o'zalik bizda o'z yurtimiz ayrilmagan. Bizning necha ming yillik vatanimiz yurtimiz mushu. Biz yahudilarda bu yerga haydalmagan. Shunlashqa bizning o'zimizning zeminiga bo'lgan mehribonligimiz kuchli bo'lib, bizning qarindoshlik ro'yi ulardan nayib üstün. Shunlashqa bizning o'rganish ro'yimiz yahudiy bo'lsa, uningki qisaskar ro'yini biz rad qilib, o'rganish ro'yida menimcha ilhomlansak bo'ladi deb qarayman. Lekin menimcha yoshlikninki har qanday bir qadamida eng muhim narsa o'rganish birinchi o'rinda turdi. Endi keyin ba'zi narsalarni o'ylab, imkon bor xato narsalarni rad qiladigan bir xil jur'at bo'lmasa, menimcha u yoshlar kelgusida normal odamga aylanib qoladi. Sizlarning peshida gapim shu. Har qanday inson kamolga yetish mumkin. Shunga har bir odam muqaddasdir. Ehtimal u o'sha davrning ostida yotgan bir tilamchi. Bu yoki bo'lmasa, o'tib kelayotgan muzdoz. Balki u mangliga tamga besilgan qo'l. Har qanday zamon, har qanday davrda shunday kishilar bo'ladi. Jahonning jini ularning ko'ksida urib turdi. Lekin ularning kamolga yetganligi hammalar odam ko'rinib turavermaydi. Ularni ko'rish uchun ko'ngil ko'ziga ega bo'lish, kamolga qo'shgan bo'lish kerak. Endi bizni hammadan sening qilganing to'g'ri deb ketishni ataydi. Har bir abatning bir saylat bir aylat deydi-ku.
Haşke dünyaya. Ustanakın maqtsa, bo'ladigan vaqtimiz bo'lmagan bilan. Mayli nima desin, bizningki eng oxirdagi mushu jamiyat mayli necha almışlab bo'lib ketsin. Menimcha biz ochiq gunohkor bo'lib, endi qonun nizomlardan chiqib bir chataqda termayotganmiz. Bizda bundaq ayblashga hech kimning haqqi yo'q. Shunga bizda endi biroz jafo bo'lsa, bir tilni ortiq o'rganish majburiyat bo'lsa, buni chidasak deyman. Endi bilim elish masalasi, bilim ağa vaqtda tanlab kitob o'qish. Kitob o'qiydigan noqul degan gapni qilmaylik. Bir kitob bir olam degan gapni demasak deyman. Bir kitob bir dunyo, olam o'ldi desak bo'lmaydi. Ba'zi olimlar atom yasab odamlarni qirg'ich o'lib ketsin bo'ladi. Ammo o'lmaydigan narsa yaratquchi. O yaratdi, o'ldirdi, tirildirdi. Buningki san'ati shu. Adam o'ninga qudrat emas. Bu odam ikkinchi o'rindagi narsa. Olim o'lib ketsa-mu, cho'qim yaxshi olim uning ta'limoti bo'lsa bo'ladi. Kitobda o'rni yozgan bo'lsam, ta'limot xarakter bo'lmasa, mangulik qonuniyatlarni tanimasa, bu kitob yana bir xil barbara vaqtlik narsa bo'lib qoladi. U faqatgina bugun yeb, deganlik tashib turgan narsaga aylanib qoladi. Shunga buningga yoshlarda bak konkret narsalarni demaylik, lekin shu bizning Uyg'ur oilalari bir xil bo'shash, ta'lim tarbiya istiqomat buzilgan. Shunlashqa biz burun hamda hozirgi burun hayotimizda biz dadalarimizga gap qilish ig'ir. Biz hatta och qolgan taqdirdami qo'sqim eshib ketdi degan gapni deb dadamizdan maktabga borgan chog'da darhol pul so'rashga biz tortinamiz. O chog'dagi hayo intayin ustun. Shunlashqa shu oila ishida shunday bir hayoni turg'izish, atraf shu oila nima ish qilaman, aka nima ish qilaman, uka nima ish qildi, singil nima ish qildi, ota qanday bo'lish kerak, ona qanday bo'lish kerak degan gaplarni ko'proq deb qo'ysak. Men oldingi yillarda ko'p ta'kidlab ketgan shu to'y kun degandimi, ular bir vaqtda meni bir chaqirtgan basab televizorda to'y necha xil bo'ldi desa, birisi 14 xil deydi, birisi 7 xilda nurg'un to'ylarning shaklini debdi. Ana oxirida bu Uyg'ur biz musulmon xalq. Bizda faqat to'yning shakli nikoh to'y faqat bir xil bo'ladi. 2 xil, 3 xil to'y yo'q. To'y bir millatning to'yi necha xil bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Buningki beshi turdig'ini Uyg'ur milli. Enandikin bu iymon, din. Enandikin axloq. Enandikin bu hozirgi zamonga moslashdi madaniy. 4 turli to'y bo'ladi. Shunga o'xshaganda Uyg'urninki bolasi bor menimcha. Ham milli, ham iymoni, ham axloqi, madaniy bo'lsa bu eng yaxshi bo'lgani deb qarayman. Savcı akam o'zininki salomatligiga tog' yaxshi bo'lmasimi, erib charchab ketdimi, bat yaxshi deb beryapti. Chunki Savcı akamdagi bor ruhni men mushkamli ko'rmagan. Hozir endi biz chirsak, yine bir kun bir so'zlab ketgandek turdi. Biroq endi vaqt numriga berib qoldi. Sizlar maqashini o'tirib qattiq o'rindiqda charchadinglar. Shunga endi so'rashda ayollar tursak. Qaytishdan burun Savcı akamninki salomatligiga bir tilashman, ondan keyin bir ömrning uzun bo'lishiga, shunday xil oilasininki bir xotirjam o'tishiga tilashman. Rahmat Savcı aka. Aziz mehmonlar, sizlarninki qadamlaringizga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh xohlasa keyin qatim mashhurlik ko'rishamiz.